Erkak kishida eng optimal farzand ko'rish yoshi necha yosh? Ayol kishida-chi? Degan savollar kelib tushadi. Ushbu videoni oxirigacha kuzatsangiz to'liq ma'lumot beraman sizga va video sizga albatta manfaatli bo'ladi. Erkak kishida eng optimal yosh farzand ko'rish uchun necha yosh? Bu hozirgi kunda tajribamga tayangan holatda sizga aytmoqchiman va adabiyotlardan sizga faktlar asosida gapirib bermoqchiman. Xo'p, erkaklarimizda hozirgi kunda eng farzand ko'rish yoshi, optimal yosh 22 yosh bilan o'zi 26 yoshda birinchi farzand uchun judayam zo'r, eng yaxshi yosh hisoblanadi. Ha, ayollarda esa 20 yosh, hozirgi kunda 20 va 24 yosh oralig'idagi ayollarimizda eng optimal yosh hisoblanadi. Chunki erkakda testosteron miqdori zo'r bo'ladi, FSG va LG gormonlari normada bo'ladi. Moyaklardan ishlab chiqarilayotgan sog'lom spermatozoidlar soni juda ham yetuk va yaxshi bo'ladi morfologiyasi. Ayollarimizda hay sikli normada bo'ladi. Follikulalar o'z vaqtida yetilayotgan bo'ladi. Gormonal muvozanat ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ayollarda hozir birinchi farzand uchun 20 va 24 yosh juda ham optimal yosh hisoblanadi. Erkaklarda 22 va 26 yosh optimal yosh hisoblanadi. Endi o'z-o'zidan savollar kelib tushadi. Birinchi farzand ko'rdik, ikkinchisini darhol bo'ynimda bo'lib qoldi yoki 1 yildan keyinla bo'lib qoldi deyiladi. Doktor sifatida nimani bizga tushuntirib bera olasiz bunda? Qanaqa holatda sog'lom bola tug'iladi deb aytishadi. Xo'p. Bu holatda sizda birinchi farzandingiz, siz tasavvur qiling 22 yoshda ayol kishi ko'rdi, erkak kishi 24 yoshda. Bunda o'rtacha sizda 2 yosh oralig'ida bo'lsa, 2 yoshdan so'ng jinsiy aloqa orqali farzandingiz, ikkinchi farzandga reja qilsangiz, bunda sizda bachadon ayol kishida tayyor bo'ladi, homila ushlash uchun. Yana gormonlaringiz o'z joyiga kelib olgan bo'ladi, hay siklingiz normaga kelib olgan bo'ladi. Follikulalar o'z vaqtida yollaydi. Erkaklarda bunda umuman ahamiyat joyi yo'q. Nimaga? Erkaklarimizda 3 sutka dam olgandan keyin sog'lom spermatozoid kelib chiqaradi. Faqat stresslar bo'lmasa, moyaklardan travma olmasa yoki qanaqadir erkaklik a'zosidan travma olmasa bo'ldi. Erkaklarimizga buni ahamiyati yo'q, ko'proq ayollarga bog'laymiz bu narsani. Endi ikkinchi farzandni erkak kishi ham bemalol 60 yoshgacha reja qilsa bo'ladi. Lekin bu narsani hatto tushunolmang, 60 yoshda ham ikkinchi farzand ko'ramiz, undan keyin dam olamiz demang. Chunki erkakda ayollarimizda yoshi o'tgan sari follikula yetilishi, hayz ko'rish va klimaks davrlari erta boshlanadi erkaklarga nisbatan. Ya'ni ayol kishi 35 yoshdan o'tgandan so'ng zaxira ombori tugab boradi. Follikulalar vaqti yetilmaydi, hayz sikli buziladi, gormonal muvozanat buzilib ketadi. Shuning uchun ikkinchi va uchinchi farzandni tobora shu 22 yoshdan 30 yoshgacha bemalol 3 ta farzandli bo'lsangiz bo'ladi. Eng optimal yosh ayollarga shu 22 va 30 yosh oralig'i. Ya'ni hozirgi O'zbekiston sharoitida va O'rta Osiyo sharoitida bemalol 3 ta farzand ko'rsangiz, bitta oilaga 3 ta va 4 ta farzand Alloh taoloning mo'jizasi, shu bergan ne'mati yetadi. To'g'rimi? Endi hamma oila o'zi xohlagancha farzandli bo'lsa bo'ladi. Lekin sizni farzandlaringiz sog'lom bo'lishi uchun shu oralig'i 2,5-3 yosh bo'lishi kerak. Endi menga ko'p bemalol qabulim keladida, birinchi, ikkinchi farzandimdan keyin farzand bo'lmayapti deydi. Er-xotin keladi. Erkagini 40 ta kirgan bo'lsa, ayol 35 ta kirgan bo'lsa, lekin erkakda muammo yo'q, spermalar juda ham aktiv bo'ladi. Spermatozoid zo'r bo'ladi. Ayollarda esa muammo bo'ladi. Turbalar yopiq bo'lishi, turba o'zida suv to'plashi. Siz tilingizda tushuntirib beryapman. Rentgen qilganingizda turba yopiqligini aniqlasangiz bo'ladi. UZI qilganingizda turbada suv bormi, yo'qmi bilsangiz bo'ladi. Mioma bormi, yo'qmi? Polikistoz bo'lib qoldimi, yo'qmi? Polikistoz tug'mami, yo'qmi degan savollarga yana ham kengroq yotish uchun keyingi safar albatta ginekolog bilan ushbu mavzuni yana ham yoritib beraman. Hozir urolog, androlog sifatida men sizga optimal yoshni aytib beryapman xolos. Shuning uchun siz reja qilyapsizmi? Birinchi farzandni 22 yoshda ko'rdingiz, ayol kishi bo'lsangiz tinglang. Ikkinchi farzandni 25 yoshda ko'rdingiz, uchinchi farzandni 28-29 yoshda ko'rdingiz, bo'ldi. Bora-bora undan keyin sizda zaxira tugab boradi. Endi menga qabulga kelganda aytishadi, 30 yoshmi, 32 yoshmi, 34 yoshmi farzand ko'rishim kerak. Birinchi farzandim bo'lgan, keyin yo'q. Endi sizda aytib o'tgan muammolar bo'lsa, men aytaman ayollarga.
farzand bahomoqchimisan yoki o'zing tug'moqchimisan? Farzandni o'zing tug'asan, baholmaysan, to'g'rimi? Ha. Endi qarang, opa yoki singil. Sizga bu narsa nima uchun kerak? Sizda hozir ko'rsatkichlarimiz high sickness normada kelmayapti. 40 kunda, 50 kunda kelyapti yoki 22 kunda kelib qolyapti. Klimaks davri boshlanish erta boshlanib qolayotgan bo'lishi mumkin. Follikula yollamayotgan bo'lsa, bu yerda faqatgina sizga biz eko yo'nalish orqali farzandli bo'lishing mumkin. Shunda sog'lom bola tug'asan deb aytamiz. Shuni aytib o'tmoqchiman, haligi 35 yoshda, 38 yoshda tuqqan ayollarimizda farzandlarida shu nuqsonlar bo'lib qolishiga sabab bu yerda ayoldagi muammolar tufayli farzandlar nuqsonli bo'lib qolishi mumkin. E'tibor bersangiz bor, videoda kuzatayotganlar bor, 100 ta tug'ilgan chaqaloq bo'lsa 35 yoshdan keyin shulardan 10 tasida gidrotsefaliya yoki Down kasalligi yoki boshqa kasalliklar kelib chiqqan. Ya'ni bolada nuqsonli bola tug'ilgan. Shuning uchun hammada optimal yosh bo'ladi. Erkaklar 50 voy, 60 voy, 70 voylar ko'rishiga sabab ularda spermatogenez davri tugash ehtimoli yoshi 50 yoshdan keyin sekinlashadi. Lekin 70 yoshda ham spermatozoid bo'lsa, aktiv faol bo'lsa, bir dona bo'lsa ham shu urug'lantirib qo'yadi. Shuning uchun ular 70 voylargacha ko'rishi mumkin. Endi o'z-o'zidan savol berishingiz mumkin. 70 voy ko'rgan bo'lsa, ayol 50 ga kirgan bo'lsa, klimaks bo'lib yoki 60 ga kirgan bo'lsa, klimaks tugab qanaqa farzandli bo'ladi deyishingiz mumkin. Yo'q. Bu yerda oldinlari erkaklarimiz 40 yoshda, 35 yoshda uylangan. Shunda o'zini yoshiga nisbatan ayoli 15 yosh, 18 yosh, даже 20 yosh kichik ham bo'lgan oldinlari. Shuning uchun 70 voylar, 60 voylar tug'ilgan. Bu real qarashlik kerak. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatni ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy olatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy olat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar nol ko'rsatyaptimi? Farzandingizni muayiklari o'z yorug'i xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimlar qilishga harakat qilamiz. Qachongacha jinsiy aloqa qilamiz? Qachongacha, misol klimiksdan keyin jinsiy aloqa qilsa bo'ladimi deyshadi. Bunda ayol kishida shu bachadonda o'zi namlab turuvchi shu moddalar, ya'ni shu ishqorlar, kislotli muhitlar, boshqa holatlar bemalol namlanish bo'ladi. Klimiksdan so'ng ham. Jinsiy aloqa qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun aloqa davom etaveradi, lekin farzand ko'ra olmaysiz. Endi erkak kishida qachon ekoy ko'rsatma bo'ladi, ayol kishida qachon ekoy ko'rsatma degan farqlar bo'ladi. Ayol kishida 35 yoshdan o'tdimi, bunga ekoga 100% ko'rsatma bor. Chunki sog'lom bola tug'ilishligi uchun. Hech qanaqa muammo bo'lmasa ham. Endi yuqorida sanab o'tgan turbadagi muammo, follikula yetilishdagi muammo, mioma va boshqa kasalliklar bo'lsa, bu yerda o'zi to'g'ridan-to'g'ri 100% ko'rsatma bo'ladi ekoga. Erkak kishida endi hayot davomida birinchi farzand ko'rdi, ikkinchisida qanaqadir jarohat oldi, ya'ni travma oldi. Moyaklarda sperma ishlab chiqarish to'xtadi yoki yo'li yopilib qoldi. Bunda moyakdan urug' olib, keyin eko qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Travmalar natijasini aytdim sizga va hech qachon agar million sperma chiqayotgan bo'lsa erkakda, buni to'xtatib qo'ya olmaymiz. Bemalol farzandli bo'ladi, ko'proq ayolga bog'liq bo'lib qoladi, sog'lom bola tug'ish bu holatda. Agar videoim sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, bundanda chuqurroq ma'lumotlar olishni istasangiz, kommentariyada izohlaringizni qoldiring, savollar qoldiring. Men sizga hammasiga batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Ushbu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, farzand reja qilayotgan oilalar bo'lsa, yoshi 30 dan o'tgan ayol kishi bo'lsa, yuborib qo'ying. Albatta u uchun ham manfaatli bo'ladi.